Voy вообще. Ko'p uxloribman-da bor bolalar voy. Voy. Uyqudan uyg'onish kerak, ishlar ko'p voy. Voy. Voy tushmadim. Bu sandiq qayerdan kelibdi? Aytgancha barchaga salom do'stlar. Mana ismim Shaxes va mana yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar obunachilik yaxshimisizlar bolalar? Mendan so'rasanglar, bolalar hammasi joyidamanda. Lekin bolalar menga juda ham qiziq. Mana bu sandiq qayerdan kelibdi? Sandiq ichida ajoyib pullar bor ekan bolalar. Kim bunaqa pullar berib ketishi mumkin? Juda ham qiziq. Qani xo'p, pullarni olamiz bolalar. Okey, xo'p, qanaqadir qog'ozlar, bilmadim. Xo'p, bu tabriknoma tushmadim. Qanaqa tabriknoma ekan bolalar? Kim menga tabriknoma shu kunlarda yuborishi mumkin? Axir men hech qanaqa natijalarga erishganim yo'q hali. Okey. Qani, hurmatli Shaxes, sizga Minecraft kompaniyasi tomonidan kichik sovg'a yuborildi. YouTube'da 1000 plus obunachi yig'ganingiz sabab. Yuqoridagi uylar endi sizga tegishli. Yaxshi yo'llarda ishlating. Hurmat bilan Minecraft kompaniyasi omad. Okey, xo'p. Hujjatlarni olishingiz mumkin. Barcha ishlar rasmiy. Tushunmadim. Yuqoridagi uylar deydimi? Qanaqa yuqoridagi uylar? Hech qanaqa uy ko'rmayapman mana bu yerda. Lekin hujjatlar bor, to'g'ri. Qiziq. Qanaqa uy yoki tashqarida uy bormi ekan? Hozir ko'ramiz-da. Ishlarni olishimiz kerak. Yaxshi. Xo'p, tashqarida-chi? Tashqarida hech qanaqa uy yo'q. Tushunmadim. Mer, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Shaxsiyatni tabriklayman lekin. Voy, qanaqa? Nimaga tabriklaysiz? Tushunmadim. Orqadagi pullarmi? Men, qara. Qisqasi shaxs. Uying bilan tabriklayman. Buni qara, juda ham ajoyib uy ekan. Qanaqa uy haqida gapiryapsiz? Men hech qanaqa uy ko'rmayapman. To'ppoy, uyingni yuqorisiga qara. Qanaqa uyimni yuqorisi? Jo, bola, buni qaranglar. Vo. Kim buni qilgan bo'lishi mumkin? Axir sen o'qimadingmi? Rasmiy kanallarda ko'rishing mumkin. Mana sen mingtadan ziyod obunachi qilganing uchun senga ajoyib mana shunaqa mehmonxona berildi. Bilsang agar bu uylar emas, bu mehmonxona. Sen har qancha turistlarni mana shu yerga olib kelishing mumkin. Voy, rostdanmi? Lekin to'xta, turistlar kelmasligi mumkin, muammolar bo'lishi mumkin, biznesing rivojlanmasligi mumkin. Men senga juda ham ajoyib taklif beraman. Mana shu orqadagi pullarni ol-da, mana shu uylarni hammasini menga sot. Yo, bilmadim. Yaxshilikcha shunday qil, juda ham ajoyib taklif. To'g'ri aytayapti mana shu qishloqqa. Voy, bilmadim. Valloh obunachilarni qaranglar, mana qandaydir qilib aldamoqchi bo'lyaptimi deyman-da. Tushunmadim, kim meni polizimni buni qilib ketdi? Sallanima, xalsalan oyog'ingni sindiraman, ko'rasalar keyin. Yes, sallana. Bo'ldi, mana shuni qilib qo'yamiz, bo'ldi, yaxshi. Okey, buni qilib qo'yamiz. Okey. Tan. Kimdir hasad qilgandir-da mana shu polizimga. Mayli, hozir ekib qo'yaylik bola, mana shu ochilib qolgan joylarni. Voy, bola, lekin juda ham ajoyib ekan bola, buni qaranglar. Mitsam bo'ladi. Menga juda ham yoqdi. Okey, qilamiz. Tan. Oppa, yaxshi. Bunday. Ajoyib uchta chiqdi. Yaxshi, xo'p, mana bu yerda ham yopib qo'yamiz. Op, yaxshi. 7 ta chiqdi bola. 7 ta yetarmikan? Yetmas ekan, yana bittamni olamiz. Yaxshi. Yana chiqmadi urug' bola. Urug' chiqishi juda ham qiyin ekan lekin bolalar to'g'risi. Oppa. Yaxshi, mana shunday qilib buzganimiz yaxshi undan ko'ra bolalar. Shunday qilsak ko'proq chiqsa kerak desam, yana chiqmadi. Lekin bola menga juda ham yoqdi mana bu yer. O ajoyib mana to'g'ri. Bola, lekin juda ham ajoyib ekan lekin. Wow, lekin juda ham zo'r. Lekin men qanday qilib tepaga chiqsam bo'ladi?
Sen tepaga chiqquncha, yaxshilikcha mana shu pullarni ol. Qara, bu yerda 10 mingta izumrud turibdi. Bilasan, juda ham katta pul bu. Xo'p, to'xtab turingchi. Vallohi obunachi, nima qilganim yaxshi, to'xtalaydi, hujjatlarni olib, mana bu hujjatlarni olib, yana menga nimadirlik qilmasin-da bu. Bu mer. Nima qilmoqchi bo'lyapti ekan, bu? Vashshi hayronman. Bolalar, shunday ajoyib uylarni men atiga 10 mingtagina zumradga. Voy, men orqasi bo'sh. Shunday ajoyib uyimni atiga 10 mingtagina zumradga sotadigan ahmoq emasman bolalar. Lekin bolalar, balkim bu foydalidir biz uchun. Masalan, biz 5 mingta zumradga ajoyib mashina olsak bo'ladi. Bilmadim bolalar, sizlarning maslahatingiz kerak menga. Bu juda ham ajoyib uy va bola hozir yuqoriga chiqishim uchun hozir omborxonaga qarab narvonlarni olishimiz kerak. Yoki zinalar qurishim kerak yoki lift qurishim kerak bolalar. Lekin agarda men shu biznesni rivojlantirsam, bu yerim shahar bo'lib ketsa, bu mehmonxona juda ham eng zo'r ajoyib mehmonxona bo'ladi, chunki bilasizlar, ko'p youtuberlar mana shunaqa nima desam bo'ladi, temirchixonalarga videolar oladi. Misol uchun Odilboy, Niko, Bekzod, yana nima desam bo'ladi, Xosham. Qisqasi, mana shunaqa youtuberlar va yana qanaqadir youtuberlar ham bor bolalar. Agarda aytmagan bo'lsam uzr so'rayman. Shu ana olmaydi youtuberlar mana shu yerga videolar oladi bolalar. Kelib har doim videolar oladi. Bu juda ham ajoyib fikr. Bundan ko'ra men bilmadim bolalar. Hamma yerda mana shu yo'q. Voy, vashshi bolalar. Hammasini olishimiz kerak bolalar. Hop, 16 ta, 41 ta, bir stak normalniy olib turibdi. Okey. Va yana mana shu yerda ham bor. Yaxshi. Va mana bu yerda ham bo'lishi kerak. Ajoyib. Xo'p, boshqa qolmadi adashmasam, qolgan bo'lsa ham kerak emas qaytib. O'zi bizga yetib ortadi 2 stak deyarli. Bolalar, to'g'risi ham-da, mana shu youtuberlar juda ham ajoyib videolar oladi va menga juda ham ajoyib foyda keladi. Bolalar, mana shu yerga qo'yganim yaxshi. Nimalar qilyapsan? Undan ko'ra uyni sotsak bo'lmaydimi? Yo, to'xtab turing, men hozir obunachilarim bilan gaplashib olay. Obunachilar eshitmadi, bilmaydi. Tushunmadim. Nima dedingiz mer? Obunachilar eshitmadi, bilmaydi. O'zingiz bilmaysiz eshitdim, tushundingizmi? Bolalar, obunachilar, sizlar ustidan kulgani uchun ming bor uzr so'rayman. Sababi bu merda o'zi miyasi yo'q, o'zi bilmayman o'qimishlimi shu mer. Ashyo o'qimagan bolalar bu merda gaplariga ishonmaylar, yana o'zicha maqtanadi va o'qiganman deb vashshe yo'q asab buzar. Bola hozircha mana shu narvon qilib turay, keyin liftni quraman. Bola liftdan bilasizlar juda ham pul, ortiqcha xarajat vashshe. Bu mana oy. He, agarda men hozir tushib ketganimda kim meni ushlab qolardi? Buni qaranglar balandligini. Bosh aylanadi. Eng tepaga chiqqan odam tushunmam, har xilchami, baq. Baq, mebelni vashshe musor qo'yibdi, bor-ku. Mebelni to'g'ri jihozlasanglar bo'lmaydi menga o'xshab. Hozir youtuberlar kelsa, nima deb o'ylaydi, men qaranglar. Bu musorligini qaranglar bag'da nima qilgan deb hojatdan o'qiy. Mayl. Opa, yaxshi. Qani, xo'p, eng tepasiga chiqaylik, nima gap ekan? Eng tepasi ham juda ham ajoyib adashmasam. Okey, mana. Chill. Ochilmayapti bolalar, normal ochilmayapti. Sandiq bekorga mana shu yerga qo'yib qo'ygan. Juda ham ajoyib jihozlangan. Menga juda ham yoqdi. Bolalar, lekin meni boshim aylanyapti. Sizlar ham bilmadim-ku. Xo'p, bolalar, mana bu yuqoridagi tomga chiqishimiz kerak va ayrim aloqalarni o'rnatishimiz kerak. Shaxs qanaqa aloqalarni o'rnatish kerak? O'zi shu qishloq bo'lsa, qishloqda internet bo'lmagani yaxshi deydiganlar bo'lsa bolalar. Lekin bizga bu mana shu mehmonxonamizga internet va elektrlik juda ham zarur. Chunki bola youtuberlar qanday qilib YouTube'ga video qo'yadi, narsalar qiladi, ajoyib videolar yaratadi bola. Juda ham ajoyib ish qilyapman deb o'ylayapman bola. Agarda kim men bilan bo'lmasa, sen xato ish qilyapsan, sotib deydigan bo'lsanglar, tez kommentariyada yozib qoldiringlar. Agarda ko'pchilik sotib deydigan bo'lsanglar, sotaveramiz, chunki bola biza mashina olamiz. Zo'rmi? Biz mashina olishimiz ham mumkin. Lekin sotmasak, mashinadan ham zo'r, biznesimiz rivojlanib ketsa, juda ham zo'r narsalar olishimiz ham mumkin. Qani ikkinchi etajga kiraylikchi. Okey. Bilmadim. Normal, lekin bola manikidek juda ham ajoyib jihozlanmagan. To'g'rimi? Manikini ko'ringlar-da men. Mana 3-etajdammi? Vashshe. Mana bola, men ko'rishinglar mumkin manikini. Qaranglar. Eng ajoyib jihozlangan. Bu esa bu ayrim darsliklar bolalar e'tibor bermaysizlar. Bu hujjatli emas. Okey, xo'p. Ikkinchi etaj ko'rdi adashmasam. Voy, oyog'im. Sanima, buni ham to'g'rilashimiz kerak bolalar. Xo'p, buni ko'rdi adashmasam hozir. Menimcha ko'rdik bolalar. Bilmadim bolalar, men hozir 3-etaj ko'rdim, 2-etajni tushunmay qoldim. Mayli chiqsa yo'q, xo'p. Bolalar, biz 3-etajni ko'ribmiz boya, normal. Xo'p, ana endi 4-etajga chiqamiz. O'zi nechta etaj bor ekan? 1 2 3 4 4 ga chiqamiz hozir.
Bolalar ajoyib, juda ham qulay. Bu yerga tashkil qiladi. Faqat mana bu juda ham noqulay bo'lib qolibdi. Bularni ham to'g'rilayveramiz, bolalar juda ham yaxshi. Mayli. Ana endi hozir biza tutaylik buni ishlaydi. Bu hozir 4 ga o'tgan bo'lsam, hozir mana ana endi 5-chi etaj. Bolalar hech bo'lmasa 10 etaj bo'lsa juda ham ajoyib bo'lardi, menga qulay bo'lardi. Ha, bolalar, juda ham ajoyib. Bunisi adashmasam sal chidasa bo'ladi, normalniy qilgan. Salgina qolganlariga nisbatan bilmadim bolalar, lekin menga yoqdi. Ajoyib. Qani hop, endi 5-6 etajga chiqyapmiz. Ajoyib. Voy, Shahis, hozir sen 7-etajdasan deydiganlar bo'lsa, tez kommentarda yozib qoldiringlar. Komment yozaverib, zerikib ketgan bo'lsanglar, vashi yozmasanglar ham bo'ladi. Chunki bu kommentni yozishni o'zi bir bosh og'riq. Oy, tushib ketamiz. Vashi hozir kommentni yozish ham bir bosh og'riq. Bu vashi o'zi bosh og'riq bo'lib qolgan o'zi YouTube. Bilmadim nimaga. Chunki de bolalar, bu qaranglar, pullarni qaranglar, juda ham zo'rlik. Oy, o'zimni pastga tashlab yuborayotganim, vashi ajoyib. Normal bola. Bular ham normal. Bola tez obzor qilib borishimiz kerak, bola, sababi sizlar zerikib qolmasliklaringiz kerak. Xo'p. Bola yana bir ikkita mashinalar. Bu mashinalarni ham bir obzorchilik qilib borishimiz kerak. Mayli. Hozir bola aytgancha, avtosalon degan video rolik olamizmi? Juda ham ajoyib ideya kelib qoldi meni miyamga. Siz kommentariyada yozib qoldiringlar. Avtosalon degan video, Shahis bunaqa bu qishloqdagi bu mehmonxona bo'lmaydi, bunaqa musorligini deydigan bo'lsalar, avtosalon video olamiz. Okey. Xo'p, bu yerda normal. Bola, hozir men nechinchi etajdaligim esimdan chiqib ketib qoldi. Kim sanab turgan bo'lsa yozaveringlar-da. Bu ham bola, bu vashsha zo'r. Yo'q, manaqa sal pirt bo'pti-yu, mayli, normal. Okey, xo'p, qani hozir sanaymiz. Oy, ajoyib bola, vashsha Shahis o'zini osmonlardan otvoradi. Voy, to'xtanglar. IQ nomer 1. Okey, xo'p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 etaj. Voy, bola, 11 etaj emas, yoki 10 etaj yoki bir 12 etaj qilish kerak-da. Men vashi 11 raqam vashi yoqmaydi-da menga. Mayli, nima bo'lsa ham, to'xtanglar, hozir zo'r klash qilamiz. Hop, dun bola, tez mana shu edit qilinglar, iltimos. Edit qilib olsanglar, men o'zim YouTube kanalimga tashlayman. Realniy gap, javob. Edit qilib shunday chatimga tashlaylar o'shani videosini. Mana shu video rolikni troll face'lar qilib, bir nimalar qilib editlar qilib olsanglar, men sizlarni o'sha videolar Telegram kanalimga shunday reklama qilib yuboraman. Zo'ra bir vashi mendan mashhur bo'lib ketib qolsanglar, vashi. Va mana bola, ko'rishinglar mumkin. Bizda ajoyib mehmonxona bor. Sizlarga agarda yoqqan bo'lsa, video roligimizni tez like va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Nima ham derdim, mayli bolalar, aytgancha bolalar, sizlarga modda kerak bo'lsa, bizning Telegram kanalimizda bor. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana Shahis bo'ldim. Kelasi video rolikgacha bolalar, ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar. Boom.